Va nihoyat 3-korobka. Buni birinchi paketini ochamiz. Buni korobkasi qolganlarnikidan ham zo'r ekan, magnitli ekan. Ay. Birinchi marta ochganimda hayron qoldim. Mana. Taram. Hozir. Mana qizlarjonlar, mana shunaqa nabor kelgan. Bu endi pribor naborda. Pichoq. Marhamat. Ko'rsatamiz. Oy. Gazi. Lekin mana ko'rib turibsizlar, o'zori bir xil. 6 ta pichoq. Mana bu yerda 5 ta. Mana bu yerda bitta. Ana bir ochilganini ko'rsatayım. Kстати, можно же показать. Mana. Buni qarang, qanaqa chiroyli. Keyingisi vilka bu ham 6 ta. Katta vilka. Mana. Buni qo'lda ushlab turishni o'zi bir baxt. Keyingisi qoshiqcha. Mana. Bunda ham xuddi shunday nabori bor. Mana bu yerda qolgan qoshiqchalar. Mana. Keyingisi katta qoshiq. Mana bunday. Bu ham juda ham chiroyli. Katta qoshiqni qolgan 5 tasi mana bu yerda va mana bu yerda vilkacha. Vilkacha bitta deb o'ylashingiz mumkin. Yo'q, bitta emas. Mana tagida qolganlari joylashtirilgan. 3 talik vilkacha. Mana ko'rishingiz mumkin. Yana bor. Men birinchi ko'rganda hayron qoldim. Bunaqa nabor men uchun sovg'aga keldi azizlar. Agar siz ham shu Faberlic kompaniyasida qatnashib, mana shunga o'xshagan premium kачестводagi sovg'a naborlarni yutib olishni xohlasangiz, bemalol meni lichkamga yozishingiz mumkin. Sizlarni o'z guruhimga qo'shib, qanday qilib bunaqa chiroyli naborlarni kompaniyamizni o'zidan